Farzandlaringiz sizdan ko'ra boyroq va baxtliroq bo'lish uchun nimalar qilyapsiz? E'tibor bersangiz, bitta avlodda otasi boy bo'lgan, lekin otasi o'tib ketib, o'zi hech narsani ushlab qololmagan insonlar atrofimizda qancha? Yoki ikkinchi taraf, 30-40 dan oshib, otasini, onasini qaramog'ida bo'lgan, otasini, onasini topganini yeb ichib hayot qilib yurgan sog'lom farzandlar qancha? Juda ko'p. Shuning uchun men birinchi navbatda farzandim hayotda o'zi bir narsaga erishishiga muhit yaratishga harakat qilaman. Qiynalsin, yiqilsin, qoqilsin, o'zi turishga o'rganadi. Va ikkinchi navbatda unga qobiliyat berishga harakat qilaman. Ya'ni qobiliyat bu instrument. Ilm, bilim, har qanday ko'nikmalar berish orqali kelajakda har qanday qoqilganida, yiqilganida turish unga oson bo'ladi. Shundagina o'sha men o'ylagan farzandim mendan ko'ra boy, mendan ko'ra baxtliroq, mendan ko'ra ko'proq natijaga erishishi mumkin bo'ladi deb o'ylayman.